to'g'risi qilgan ishim ja to'g'ri ish emas u, lekin ko'p narsada amerikaliklar biz o'zbeklardan orqada ekan. Sababi mana shu biz turadigan apartment Amerikadagilar yaxshi biladi, bu yerlarga qo'yish mumkin emas. Bu yerda ham oxirgi liniya bo'lardi. Men keldimda parking topolmay, liniyadan tashqari hech kimga xalaqit bermasa bu yerga qo'ydim. Bu yoqqa bitta qo'yib ko'rdim, it qo'ymasdi. Ana u qo'yishni o'rgandi. Bitta amerikanец bu yoqqa ham qo'yishni o'rgandi. Kecha qor yoqqanida xullas joyimni tozaladimda, yana qaytib kelguncha mashina qo'yib qo'ymasin, rosa qiynalib qor tozaladim deb mana stolni qo'yib ketdim. Endi uni ham o'g'irlashdi mana. Barbekyu bir baloqlarini, mana bu stollar, o yerda shunaqa stollarni qo'yib, joyini band qilishni o'rganishyapti. Buni ham men qilganimdan keyin qilishdi. Ko'p narsa o'rgataman shekilli bularga. Endi to'g'ri emas Amerikaning holatida-yu, lekin mana tozalangan qorni o'rniga kimdir qo'yib qo'ysa, alam qiladi-da.